Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil 30 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilindi. Konstitutsiya 6 bo'lim, 27 bob, 155 moddadan iborat. 4-modda O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. 26-modda insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. 31-modda har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega. 37-modda O'zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa egadirlar. 46-modda har kim qariganda, mehnat faoliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisini yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega.